ko'rib ketamiz. Mini sertifikatda tushgan savol. ABC'da trapetsiya berilgan deyapti va trapetsiyani aytyaptiki, B uchidan va A uchidan chiqqan bisektor esa J nuqtada, C uchidan va D uchidan chiqqan bisektor esa I nuqtada kesishadi. Va mana bu BG ni C bilan tutashtirsak, kattasi ostida J nuqtada kesishyapti va AG bilan DI ni tutashtirsak H nuqtada kesishyapti. Berilgan ma'lumotlar shu. Mana bu tomon 5 ga teng, bu tomon 9 ga teng bo'lsa, ikkita shart. C ni CDga va B sharti. Bajarishni boshlaymiz. Mana burchak alfa desak, demak pastki burchak ham alfa bo'lishga majbur. Mana bu burchagimiz общий 2 alfa bo'lsa, mana bu 180 minus 2 alfa bo'ladi va 2 ga bo'linsa 90 minus alfadan bo'ladi. 90 minus alfa, 90 minus alfa. Bundan mana bu G burchagimiz 90 ga kelib chiqadi. Demak 90 gradus ekan. Va keyingi bilishimiz kerak bo'lgan jarayon bu yerda bisektrisa bo'lyapti. Demak mana bu EF chiziq o'rta chiziq bo'lib qolyapti. Chunki deganda mana bu ichki almashinuvchi burchak bo'lsa, mana bu ham 90 minus alfa bo'ladi. 90 minus alfa bo'ladi. Mana bu AG tomon teng yonli uchburchakning balandligi bo'lyapti. U balandlik ham mediana, ham bisektrisa bo'lib qoladi. O'shaning uchun mana bu yon tomonni teng 2 ga bo'lyapti. Demak, bu taraf ham teng 2 ga bo'linib ketadi. Mana bu tomonlar bir-biriga teng bo'lib qoladi. Ikkinchi tomondan ham xuddi shunaqa vaziyat bor. Mana burchaklarni beta deydigan bo'lsak, mana bu 90 minus beta burchak bo'lib qoladi. Yuqorisi ham 90 minus beta burchak bo'lib qoladi. Mana bu masofalar ham va bu mana bu masofalar ham teng bo'lib qoladi, chunki to'g'ri burchak uchburchakning medianasi bo'lib qoladi bu chizig'imiz. Xo'p, endi bu masofalar teng bo'lgandan keyin birinchi sharti bajarildi degani, C ning CD ga nisbati. Bu yerda CE masofani CD masofaga nisbati deganda, xuddiki A ning 2 ga nisbati bo'lib qoladi. Bular qisqaradida 1/2 chiqadi. Birinchi shartning javobi 1/2 bo'lib qolyapti. Xo'p, ikkinchi shartimiz. Demak, ikkinchi shartimiz bu yerda HI ni GJ ga nisbati 3/7 bo'lsa, HI 3x bo'layapti. GJ masofa 7x bo'layapti. Bizdan boshqa nisbat GH ni IJ ga nisbati. Mana bu masofani bu masofaga nisbatini so'rayapti. Demak, mana bu ikkalasi parallelligini bilganimizdan keyin mana burchagimizga ham alfa burchak qoladi, mana burchagimizga esa beta burchak qoladi. H nuqta bilan J nuqtani tutashtiramiz. O'zi asli mana burchaklarimiz bir-biriga 90 gradus. Bu yerda mana bu G, H, I, J degan to'rt burchakka tashqi aylana chizish mumkin bo'lib qoladi. Ya'ni siklik to'rt burchak deydi. Qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180, bular yig'indisi ham 180 bitta tashqi aylanada joylashadi. Tashqi aylanada joylashgandan keyin bitta vatarga tiralgan burchak teng 3x qarshisidagi burchak alfa bo'lsa, ya'ni 3x ni hosil qilgan burchak alfa, bu tarafga ham xuddi shunday burchak alfa bo'lib qoladi. Ikkinchi tomondan, demak, betani tortib turuvchi vatar GH bo'lsa, uni tortib turuvchi burchak ham beta bo'ladi. Mana shu burchaklarni kiritib olishimiz kerak edi. Endi bu yerda mana bu tomonimiz 5, bu tomon 9 bo'ladi teng yonligidan. Birinchi mana bu yerdagi to'g'ri burchak uchburchakda sinus alfani topamiz. Sinus alfa 7x ning 5 ga nisbati. Bu ham teng. Endi biz sinus alfani mana bu uchburchakda topamiz.
3x ning 3x ning hc ga nisbati. 3x ning hc ga nisbati. Bu yerda qisqaradigan bo'lsa, bu yerda hc masofani topish mumkin. 15 taqsim 7 liga kelib chiqadi. hc masofani 15 taqsim 7 liga kelib chiqadi. Ana endi sinus betani topadigan bo'lsak, sinus beta teng mana bu uchburchakdan sinus betani topadigan bo'lsak, yo'q, bizga sinus beta kerak emas. Xo'p, endi hc masofamiz kelib chiqdi. Sinus betani topar ekanmiz. Sinus betani topadigan bo'lsak, mana bu uchburchakdan ij masofani 9 ga nisbat. Mana bu uchburchakdan esa gh masofani hc ga nisbat. Xo'p, shu yerdan mana bu yerda gh ni ij ga nisbati kelib chiqyapti. Gh ni ij ga nisbati teng hc taqsim 9, ya'ni 15 taqsim 63 yoki 3 ga qisqarsa 5 taqsim 21 degan javob kelib chiqyapti. Demak, bizdan o'zi o'sha nisbatni so'ragan. Bu misolning javobi 5 taqsim 21 bo'lar ekan. Hozir bu yerda demak, mana bu uchburchak uchun sinus alfa bu uchburchak uchun sinus alfaga tengligi va mana bu uchburchak uchun sinus beta bu uchburchak uchun sinus betaga tengligidan foydalanib ikkinchi shartini bajardik. Shunga o'xshash misollarning yechimini o'rganish kerak bo'lsa, bizning Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Telegram kanal matematika 1997.